Ideal er maktabi birinchi dars. Birinchi dars. Yozing. Men xotin quli Men emasman. men ham Shunchaki xotinim meni hayotim mazmuni, xotinim meni hayotimga kirib kelgandan so'ng hayotimga ma'no kirib keldi. Agar xotinim bo'ldi, meni hayotimga kirib kelmasda men bo'lmish bo'lib, narkoman bo'lib qamalib ketardim. lekin Sen baxtli bo'lmoqchisan. Sen men pulingni qaytarib beraman. kechiring meni, kechiring. Tamam, men u xotinim Kechirim mendan emas, xotiningdan so'ra sanday tvar bilan yashab yurgani uchun. kechib kechiraman. Mumkin emas. Qanchaga kechib? Kichigina 5 soat. 5 soat. 5 soatga sen kechikib o'z oyog'ing bilan uyga kelmasliging kerak. Ya sana qidirib topishlari kerak morgdan, o'lik holatda. Mumkin emas. Maksimum 18-20 sekund kech qolishing mumkin. U ham bir buket bo'lib kelishing kerak. Yo, gul. Xotinim qilgan aqotni yemadim. Qornim tiq dedim. Qalay? Ko'jo sen o'ting o'lmas emasmi? O'lmaslardan gapiryapsan-ku, yiling pishak emasmi? 40 ta joning yo'qmi seni? Apetit bilan yeyishing kerak. Rahmat jonim qo'llari sharin deyishing. Zahar bersa zaharni yeyishing kerak. Yo puling qaytarib beraman. Yo'q, ustozjon kechiring. Xotining savol berib qolishi mumkin. Aha. Dadasi, tasavvur qiling, siz menga xiyonat qildingiz. Tasavvur qildim. Azrashding-da ukajon. Azra, qo'yman pulingni berasan. Yo'q, to'g'ri, kechiring men nodonni. Sen xotiningga tasavvuringga ham xiyonat qilmasliging kerak. Xotinim oldi bitta video ko'rib qoldim. Shabza yegim kelyapti. Man, tur yo'q bu bedam. Hayotingni ko'tingga tiqdi. Sadalo bizda o'g'ilcha mental arifmetikani oddiy o'rganmayapti. Chuqurlashtirilganini o'rganyapti. Qiracha u chuqur. Endi u chuqur endi u chuqur men qiramlaman qiracha u chuqur. Assalomu alaykum dadang. Va alaykum salom jonim bacham. Biza kunni kun demay, tunni tun demay, yumalab dars qildik. Ko'ryapsanmi? Yumalab dars qildik. Baqiravermang bacham. Quloqni pardasini o'zi yirtib yorasiz o'zi ana onizday. Ey, sen o'g'ling ham harom o'zingga savol ber. Savol, bana ayting savol bersin. O'zim. O'zim. You. 5 ta fil, 4 ta zebra. To'xta. Chuqurlashtirilgan yo'qmi? Chuqur degan gapni qo'shib keyin bering savol. Bo'lmasa bitta katta chuqurga. Ha? 5 ta fil, 5 ta fil, 4 ta zebra, 4 ta zebra, 10 ta quyon. Mana. Yumalab dars deganda bu. 4 ta quyon, kecha. 4 ta jirafa, 4 ta jiraf. keyin 10 ta sher tushdi. Ko'ryapsanmi buni? Qiynalib ketganini qara bachamni. Chuqur o'qibdi. Ana shular hamma o'sha yerda nechta hayvon bor? 4 ta sher qo'li dada. Qolganlarni 7 ta sota sher. 10 ta sher edi u. O'y dedim. Savolni ham xato eshitdim. Dada! Lemloka ish qilib bering. Onangni qancha vaqt qoldi? 4 soat sekmaslik kerak. Cho'q unni olib chiq, bir lemloka ish qilib beray bunga. Sal suyu qo'ydim deyman-da. Qo'shilma yo'qmadan. Bu kim bu? Qayish pishgan ekan keldim. Qayish pishgandan keyin keldi ukajon. Hey! Mana. Ya. Zaman qayish dadamga, ko'pirma qayish dadamga. Ya bana babamron. Ya dada hamma zakon mana o'zi qaycha olib boraman. Bye. O'limidan-ku. Qaysi? Mana bu onamga o'limidan keladi hozir. Berak, san harom.
nafsim o'tmayapti. Doktor ana u sham tiqing deb ana u shamcha yozib bergan. O'sha shamchani ana o'qib chiqaman hozir. Sham? Bu Murod aka, O nima billi? ichim yomon qotibdi-da. Iching qotibdi. Zakonni yo'li bor. Nima yo'li? Sham. Bu yerdan beradimi? Ye, effekti zakonni aylo qara. Ichimni zakonni etqizdi-kada. Davay. Rostdan shuncha. Ana shunchalik sham o'zimni ko'zim bilan Dam kelyapti. Bu Murod aka, endi ichim keladimi? bilmasam. Bilmasang. Bilmaymiz. Varvarroq. Jo'rajon, qarasam videoning to'pi o'g'lim. O'zi yuborib qo'yinglar. Brincadeira, tu vai dar pau, vai ter que dar pra tropa inteira. Tu vai dar pau, vai ter que dar pra tropa inteira. Pultni salafanni qaysi biringa eshitding deyapman. Men sig'ordim dada, men. Otang milyonermisan? Ha, undan ko'ra kibr chapot ur. Men bilmayman qanday yashaymiz bu yerga. Kalla bu Qayerdan topasan knopkani? Pultni nima klonkasini yechasan? Sherimiz qurdi. Dedonga topshirib yoraymi yo sana? Ana. 2 o'sha 3 kana, 2 yo'q ana. Ana shu pultga qaytib teginlaring, men o'zim sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Bilay. Vau, yangi termos oldingizlarmi onajon? Ha, kecha dadang bozordan olib berdilar, bacham. Yo'qdimi qizim? Ol, ana shuni olib ketsang-ya, olib ket. Biz anani tegmaydi, bir to'da choynak ham qaynatib beramiz, hech nima bilmay, ana bakalashkada ichar o'tang, olib ket bacham. Nima qizim? Televizorlaringiz yangi bo'libdimi? Ha, yo'qdimi qizim, olib ket. Olib ket shuni. Hay, qo'pani televizorni. Olib ketasan, hayman. Vau, gulchalaringiz muncha asal. Ma, bu. Ma, kattasini yo'qma. Ma, olib ket. Uxti, Dyson ishlatyapsizmi onajon? Ma, ana biz sachoq bilan quritamiz. Nima deganingiz? Siz chiqasiz. Amna qisang quriydi, sochishni bu. Olib ket qizim shuni, ol. Qaysi kun bir 50 ga oling. Aroq? Aroq o'ta bir yomon narsa bacham. Hayoting davomiga icha ko'rma, tushundingmi? Chakacha beymi qani? Chakacha, oh. Zakonni ketdi-da. Chakka bormi? Arji aytsang, voy. Voy chala. Voy chala. O'limidan ko'tirmoqchalar. Uf, manga emas, sana unga aytish kerak. Qo'ling, no, yag'ir qilib. Yag'ir qilasa o'zi boshida. Bizlarga ham nasib qilsa, Shuna bitta dush nasib qilsa. Aytaqqa. Ana odam chiqarib tashanglar, hamma mashinaga tegilib tashlayapti. Men nima deyman? Men hozir urib qo'yaman, nezit qilaman. Shuning uchun o'zing bir nima qil, chop. Menga qarab tushmasin adam, tush. Bagaj yo'qdi, katta ekanda. Ha, sen puling yetmaydi bunga. Hey, mana qara, bu avtosalonni rasvo qilib, mashinalarni kir qilib yurma beradi. Tushunding? Bari puling yetmaydi, ukajon. Qanaqa odam bu? Yetadimi? Hurmatli aziz mijozimiz, bizni ming bor kechirasiz kamchiligimiz uchun. Mana bu mashinangiz dokumentlari, mana bu esa kaliti. Mashinalar muborak bo'lsin. To'ba, alkashlar ham ko'payib ketgan. Yomon qo'llar. Gapirma, biroma bo'lsa o'zi suqib yorsang-da. Birimiz zakaz qilamiz shappi. Biz zakaz qilib mag'laza avra bo'lib, 3 o'qchaga hamna qozonka o'pchani bostirib bir mazza. Kartishkani tozala, yog'ni qizdirib pishir. Voy, gashti shunga uni gashdan. Men zakaz qilaman. Men zakaz qilaman. Tak to'g'rab, pichir. Zakaz qilib bo'ldimi? Zakaz qilib. Ko'chakaning. Tushundingmi? Tezroq olib kel. O'zim bilaman. Bashol. Mana qara, sen qizlar ko'p besuyak bo'lib ketibsan-da, bu jo'rachilik oqibatdan bo'lish kerak. Erkak
nima deysan? Jo'rajon. Men o'zi kelaman qaytib Jo'rajon. Pochkamni ikkiga qiltirmas. Nimaga o'lib qol Jo'rajon? Yana boshladi. Yana pochkamni ikkiga mazam bo'lmayapti. Bahona qilyapsan menga. Ilaga allamayapman Jo'rajon. Urushga ketdim, qaytib keldimmi? Keling. Uyga ketaman dedim, qaytib kelaman dedim, keldimmi? Kelgansan ha? Bu safar ham qaytib kelaman Jo'rajon. Davay Jo'ra. Kutaman Jo'rajon. Kutaman. Jonim Jo'ram o'zimda. Unalar. Ramon uğratla. Bay bay. Keyingisi kim? Kelim. Doktor yaxshimisiz? Assalomu Hozir mana. Yechin, og'zimati. Ha, yechasan dinla kirib. Oldin so'raydilar, qanday için doktorsiz deb. Qanaqa doktorsiz? Ko'z doktorman, o'tirib o'rda. Bu qaysar? Doktor yo'ra harf yo'q-ku. Yeridagi ko'zini ochsang ko'rasan. Qaysar deyapman. Bo'ldi, mana. O'ynayver, asalma o'ynayver. Qo'lingdagini ol, ikki ko'zingni och, qaysar deyapman. Doktor harf yo'q-ku, devorni ko'rish topski. Men seni prekrasni tushirdim, sen ko'r ekaningsan, ko'rsan. Shoshmang doktor, bir kartani oching qani. Mana bu K harfi. Qaysi harfni ko'ryapsan? G. Ibi sinay beraganing-ku uka. Yana bitta testchamiz bor. Davay. Shondan o'tsang bo'ldi. O'taman doktor. Yaqindan o'qish mashqi. O'qichi nima yoziladi? O yaqindan deyapsiz-ku, yaqinroq ketiring. Ana. Yo, yoko, ti ata, hi, tahi, yoko tahi. Yoko taksi. Uka sana nazначениямni yozaman. Armiyaga ketamanmi doktor? 12:25 dan yoko taksi chaqirdim. O'yinga ketasan. Oha. Yana bir imkoniyat. Ha doktor. Uka sana kinolik deb yozib beraman. Ko'z umuman ham kerak bo'lmaydi. Belki beri kel desang o'zi keladi, tur yo'q bo'l desang ketadi. Tamam, sog'lom ekanmanmi doktor? Tur yo'q bo'l. Mayli doktor, charchamang, sog' bo'ling. Men ketdim. Bu ko'ra qaranglar, eshik berida. Tiling orqaga keta, o'zi nima qilyapsan sen? Men sen yechonman, mana kitobga kata qilib yozganda-da. Kurashni Sadiloga 5 ta almangdan 3 tasini berding degan. Berdingmi? Ha, berdim. Sen kallang bo'lmasang hech nima aytaman, Sadilloga hech nima berilmaydi. O misolga shunday yozilgan-ku. Misolgayam, hayotgayam, xayolgayam, tushungayam hech nima bermasliging kerak. U almas qaniki, jonimacham, sen hech kimga ber. Mitolga Sadillo hech kimga berma almay. O'qituvchim so'rasan Ya o'qituvchim so'rasa men bermay ekanman. Men bermayman, hech kimga hech nima bermayman. Bermayman, jonimacham, jonimacham.